muammo keyin boshlanadi. Inson o'zini yuragini tez-tez urayotganini his qilgandan keyin o'ylab qoladi: "Voy, bu xatarli-ku" deydi. O'sha mahal qo'rquv paydo bo'ladi. Qo'rquv har doim kuchaygani sari panik xuruj ham kuchayadi va panik xuruji simptomlari ham yaqqol ko'rina boshlaydi. Inson shu qo'rquv sababli o'zini takrorlanuvchi siklga ko'mib qo'yadi. Ya'ni har gal simptomlar paydo bo'lsa, u qo'rqadi, qo'rquvi kuchayadi va panik xuruj yanada ham kuchayib boraveradi. Panik xurujni bir marta bo'lsa ham his qilib ko'rgan inson yana qayta shu holatga tushmasligi uchun shu joylardan qochishni boshlaydi. Ya'ni transportga chiqmay qo'yadi, magazinga chiqmay qo'yadi, eng yomoni uydan ham chiqmay qo'yishi mumkin. Chunki u qochadi, shu joylardan qochadi. Lekin shu qochishi natijasida inson o'zini miyasiga bir fikrni singdirib qo'yadi.